Alo? Alo. Ha. Salom qani. Assalomu alaykum begim. Nodi yana bitta ayt. Assalomu alaykum. Begimni ayt. Ey! To'xta, zaradim tugab qaytib chiqaman hozir. Xo'p. Bo'ldimi? Ha, ovozim yaxshi bo'lyaptimi? Ha, yaxshi. Uydamisan? Ha, uydaman. Chiq, men ko'changaman, keldim. Nimaga keldingiz? Qanaqa qilib chiqaman? Chiq, bo'lmasa o'zim kiraman hozir. Nimaga kirasiz? Yo'q, uyalaman. Vahima qilma, uydaman, qo'rqoqcham. Hazilkash. Ana Nargizni go'nang nomerini ber. Nima qilasiz uni nomerini? Jo'ram Paxlon so'ragandi. Jo'rangizga kerak bo'lsa, o'zi topvasin. Ha, rashk qildingmi? O'zim bilaman. Nodi, men uylab qo'yardim, to'yimizga limuzin aytamiz. Mayli, o'zingiz bilasiz. Ikkalamiz xonamizni o'zim remont qilaman men. Hali uyga kerakli narsalarni olish kerak. Холодильник, gaz. Sen unisidan xavotir olma. Kecha men ishonch do'koniga bordim. Bitta pasportga mahsulotlarni xarid qilsa bo'lar ekan. Rasmiy ish joyi, daromad haqida ma'lumot shart emas ekan. Voy, zo'r-ku. Qizim, nima qilyapsan kech bo'lganda? Tovuqxonani eshigini yopgani keldim, oyi boryapman. Keyinroq gaplashamiz. Bo'pti, qaynonamga salom aytib qo'y. Osla balam yondiradi, ko'nglimni o'rtab boradi.